Assalomu alaykum. Semiz o'tidan yana peynirli salat tayyorlab ko'rsatib beraman. Bizga semiz o'tini to'g'rab oldim. So'ngra peynirni o'rniga biz O'zbekistonda brinza, pishloqdan foydalanishimiz mumkin. Shu ikkisi ziravorlar, nar ekshisi, zaytun yog'i va limon suvi kerak bo'ladi. Bu ikkisini solib oldik. Endi ziravorlarni solamiz. Bir chimdim tuz ham bor ziravorlar ichida. Zaytun yog'i qo'yamiz. Limon suvi qo'yamiz va nar ekshisi qo'yamiz. Buni aralashtirib olamiz. Mana aralashtirib idishga solib oldim. Tayyor bo'ldi, yeyishingiz mumkin.